Assalomu alaykum hurmatli Dachlux kanalimiz YouTube kuzatib boruvchilari. Qadrdonlar, bugun biz o'zimizga tegishli bo'lgan Dachlux dachamizga kelganmiz. Bu joyimiz 6 sutidan iborat. Lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, Xumsonni shunday sentrida joylashgan. Bu tarafdan kirsangiz ham bo'ladi, bu tarafdan kirsangiz ham bo'ladi. Sizlar bilan dachamizning ichkari sharoitlarini bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Kirganimizda shunaqa naves qilingan, o'tirish uchun tapchan, qozon, o'choq, barbekyu, mangal hamma sharoitlari bor. O'ng tarafimizda yozgi basseyn joylashgan, razmeri keladigan bo'lsak 10/5 qilingan. Qadrdonlar, bu dachamizning nomini Dacha Lux deb qo'yganmiz kanalimizga moslab. Sizlar bilan dachamizning ichkari qismlarini ham bitta ko'rib chiqamiz. Dachaga kiraverishimizda shunaqa o'ng tarafimizda zelyoniy zona joylashgan. Ko'rib o'zingizlar bitta alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Bu joyimizga oila va ulfatlar mehmonlar qo'yamiz. Qadrdonlar 10 kishigacha kelib oilalar bilan mazza qilib dam olsanglar bo'ladi. Chap tarafimizda arg'imjoq joylashgan. Sizlar bilan dachamizning ichkari qismini bitta ko'rib chiqamiz. Dachamizning kirish hol qismi qadrdonlar shunaqa kichkina, shinamgina qurilgan. Chap tarafimizdan boshlasak, qishki oshxona joylashgan. Ichida hamma sharoitlari bor. Mebel texnikalar hammalari qo'yilgan. Qadrdonlar, xudo xolasa bu joyimizga stol, stul qo'yish planlarimiz bor. Divanli zona joylashgan. O'ng tarafimizda televizor qo'yilgan, razmeri 65 talik. Igrovoylarga keladigan bo'lsak, professional karaoke, PlayStation 3, 4 ta joystiklari bilan bor. Undan tashqari hol qismimizga 24 talik konditsioner qo'yilgan. Qadrdonlar, sizlar bilan birinchi yotoqxonadan boshlaymiz. Bu yotoqxonamiz 2 kishi uchun mo'ljallangan. Ko'rib turibsizlar, bu dachamiz to'liq high-tech uslubida qurilgan. Ikkinchi yotoqxonamizni ko'rsatamiz. Bu yotoqxonamizga 3 ta alohida krevatlar qo'yilgan. Bu joyimizda umumiy 3 ta yotoqxonasi bor. Bu dachamizning umumiy birinchi sanuzeli. Ichida dushovoy hamma sharoitlari bor. Uchinchi yotoqxonamizni bitta ko'rsatib o'tamiz. Bu yotoqxonamiz ham 2 kishi uchun mo'ljallangan. Ichida sanuzellari bor. Sizlar bilan dachamizning zimniy basseyn xonasini bitta ko'ramiz. Zimniy basseyn xonamiz. Basseynimizning razmeri 8/4. Bu dachamizda umumiy bitta sauna qilingan. Qadrdonlar, finskiy. O'zingizlar ko'rib bitta baho berasizlar. Yaxshi taxtalardan ishlatilgan. Keyin pechkalarni ham kattalari qo'yilgan. 120 gacha isitadi. Isitishiga men garantiya beraman. Past nomerlar qoldiramiz. Kimga bu joyimiz ma'qul bo'lsa, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Joyingiz sog' bo'lsin.